Sevinch Mo'minovaga muxlislar tomonidan guldastalar yog'dirildi. 8-mart Xalqaro Xotin-qizlar kuni munosabati bilan mashhur xonanda Sevinch Mo'minova muxlislari va yaqinlari tomonidan bayram sovg'alariga ko'mildi. Unga yuborilgan guldastalarning miqdori shunchalik ko'pki, xonanda go'yo gullar bahori ichida o'tirgandek tuyuldi. Xonanda qip-qizil yopinchiqda yorqin gullar qurshovida o'tirgan holda suratga tushgan va ushbu bayramona holatni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari orqali muxlislari bilan bo'lishdi. Sevinch Mo'minovaning yuzidagi tabassum va mamnuniyat uning muxlislariga bo'lgan samimiy munosabatini yana bir bor aks ettirdi. Ko'plab muxlislar va san'at olamidagi do'stlari xonandani bayram bilan qutlab, unga samimiy tilaklarni yo'llashdi. Bunday e'tibor va mehr esa xonandaning ijodiy faoliyatiga yanada kuch bag'ishlashi, uning muxlislariga yangi taronalar taqdim etishiga ishonch bildirishmoqda. Sevinch Mo'minova uchun bunday bayramona damlar uning muxlislari bilan mustahkam aloqada ekanligini yana bir bor ko'rsatdi. Unga sovg'a qilingan gullar nafaqat go'zallik ramzi, balki cheksiz mehr va sadoqat ifodasi bo'lib qoldi. Like bosishni unutmang, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.